aka keldingizmi dom oldiga? Da aka keldim mana men domiylarni oldida turibman, trekker turibdi, mokriy. Ha, o'sha aka, mana tushyapman men pastga. Ha, bo'ldi. Xo'p. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchaysizmi? Yaxshi. Qanaqasiz aka? Aka, gap yo'q lekin men sizga 6 ga duvdim, 6 ga olib Mana aka plyus, mana dokumentlari shu aytganimdek, valyutni kredit oluvdingiz, dollar qilib olib kelib berdim aka. Rahmat lekin. Xo'p, ish ma'qul keldim aka, shundan gapiring. Lekin aka 6 ga duvdingiz. 2 minutga ham 6 bo'lyapti aka. Rovna 6 da. Gap yo'q lekin aka. O'rtoqlar, agar sizlarga naqd ko'rinishda 30 ming dollardan 500 ming dollarcha pul kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqa chiqarsa, garovga turar. Toshkent shahar, Toshkent viloyatining ayrim joylaridan qabul qilaman. Aka, videoga rozi bo'lasiz, yuzingizni to'sib qo'yaman. Rahmat. Maslahat berasizmi? Aka lekin ishingiz zo'r ekan, gapingizni ustidan chiqdingiz lekin. Aka, men unchasiga ishonmadim, lekin sizga ishonib bekor qilmagan ekanman. Xo'p, mana Chilonzorda uylarni qo'ydilar, ishlarini bitirib berdi. Xo'p, o'rtoqlar, agar sizlarga navoiy xizmati kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqa chiqarasizlar. Bosinglar.